100 ml doğru. Keyingi eritmani hajmi necha bo'ldi shunda? 300 ml qo'shildi uning ustidan. 100 ning ustidan 300 qo'shildi. 400 ml bo'ldim. Eritmani hajmi nechati shunda? Eritmani hajmi oshdi 4 marta doğru. Eritma hajmi oshsa nima o'zgaradi yana shu bilan bog'liq. Bizlarga kerakki molyar konsentratsiya. S molyar nechtadir? Kamayadi. Nima uchun? S molyarni dastlabki qiymati masalan kamaydi-ku 4 molyar desangizlar, alfani keyingi qiymati so'rab, S molyarni ikkinchi qiymati 1 molyar bo'ldi. Ya'ni 4 marta nishatdi. S molyar konsentratsiya kamaydimi? Shuni nishatib oldik, 4 ta 1 nisbatda oldik-da. Tushunarli? Shunda bu o'zgarmay qolsa, alfa dastlabkini kvadrati ko'paytirilgan s ni birinchisi s1 teng bo'ldi alfa keyingisini kvadrati va s2 bo'ldi. Teng bo'ldi x. Ya'ni bu choddiy hisoblanish molyar konsentratsiya o'zgargani bilan o'zgarmay qoladi ekan. Hisoblanish konstantasi. Shuni topib olsak ana 1% degandan 0.01 deb olsa bo'ladi. Uni kvadrati ko'paytirilgan 4 teng. Keyingisida esa 1 ko'paytirilgan alfani kvadrati. Bu 1000dan 1 ko'paytirilgan 4 teng 1000dan 4 bo'lib qoladi shudan. Shundan keyingi alfani topsangiz ildizdan olamiz, shundan 0.100 dan chiqadi. Ya'ni keyingi alfani narsa foizi 2% bo'ldi, ya'ni shu 100 dan 2 bo'ldi yani. Tushunarli? Demak, S molyar kamaydi necha marta? S molyar kamaydi necha marta? 4 martami? Shunda alfa nechada ekan? Oshadi ekan 2 marta. Nima uchun 2 marta bo'lib qoldi bu 4 marta emas desa, ildizdan chiqaverishi shu 4 ni. Shunda 2 marta oshadi shunda. Bu yerda foizda qo'ysangizlar, bu yerda 1% deb qo'ysangizlar, bu ham foizda chiqar ekan. Masalan 4 ni ko'paytiramiz birinchi 4 bo'ladimi? Keyin 4 ildizdan chiqarsak necha bo'ladi bu yerda? 4 ildizdan chiqarsak 2 bo'lamoq bu bilan. Shu birlikda ishladikdan biz ham. Bu javob 1% dan shunda 2% gacha oshadi ekan. 59-ni hisob etamiz. 57 mi? 57. Metal 3 valentli metal sulfati disosialanganda metal 3 plus 3 sulfat 2 minus bo'ladi. Hosil qilgan ion bilan molekular yig'indisi 9.2 mol bo'lgan. Bu boshda 2 mol bo'lgan. X disosialansa 2x 3x chiqdimi? Bundan chiqadi 2 minus x qoladimi? 2 minus x ga qo'shamiz 2x va 3x ni teng 9.2 bo'lgan shunda. 2 plus 4x teng 9.2 bo'lib, chiqadi o'zi. 4x teng shunda 7.2 bo'ldi. X topsangiz 1.8 chiqadi. To'g'rimi? 1.8 bo'lgan bo'lsa shuni 3.6 moli nishatgan metal ioni chiqqan. Ya'ni 1.8 mol disosialangan va 3.6 mol metal chiqqan shunda. Metalning moliya massasini topamiz. Massasini molga bo'lasizlar. 201.6 ni bo'lamiz 1.8 ga. Ha, 3.6 ga bo'lamiz, to'g'ri. 56 chiqami shunda? Temir bo'ldi shunda. Bu javob. 59-ni savol. Dastlabki S molyar necha bo'lgan? 0.104 molyar. Bu bir eritmasi 500 ml yoki 0.5 litr. Endi birini topsak 0.02 mol desak bo'ladimi? 100 dan 2 mol. Nechalar qo'shildi? Sirka kislotadan. Keyin necha bo'ldi shunda? 0.100 dan 2 ga 0.16 ni qo'shsak.
Dastlabki eritmadan keyingi eritmani shunday-ku, baribir ham hajmni qo'shib turibmiz, mana sirka kislota qo'shib turibmiz, hajm o'zgarib kamayib boshqa ketmaydi. Shuning hisobidan smolyar ikkisini topsak, smolyar ikkinchi kislotani topsangizlar 0.18 ni endi 0.5 ga bo'lamiz. 0.36 chiqadi. Keyin 0.100 dan 4 bo'ldi bu 0.36 bo'ldi, to'g'rimi? Bunda yana formulasi bunda. Shu formulani qo'yasizlar, faqat bu yerda 1% gacha kamayadi deb qo'ydi. Necha foizdan 1% gacha kamayadi desa, demak alfa 2 1% bo'lgan. Tushunarlimi? Shundan smolyar 1 ko'paytirilgan alfa 1, smolyar 2 ko'paytirilgan alfa 2 bo'ldi. Smolyar 1 ga qo'yamiz 0.36. Alfa 1 ga qo'yamiz x ning kvadrati, bu yerda kvadratlar bo'ladi. Smolyar 2 ga qo'yamiz 0.100 dan 4 va alfa 1 ga qo'yamiz 1 ni kvadrati. Foizda qo'ydik endi bu safar. Bu o'zi shunday 100 dan 4 bo'ladi, 1 ni kvadratda 1 bo'ladi baribir ham. Bu yoqqa o'tsa bo'lib o'tadi shunda. Yo'q, bu yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi shunda. X ni kvadrat teng bo'ladi 0.36 taqsim 0.100 dan 4. 9 chiqadidan x teng ildizosi 9 bo'lib 3 chiqadi. 3%. Nasıl? Alfa kvadrat ko'paytgansa bo'ldim. Alfa teskari bog'liq ekan. Smolyar kamaygan sayin alfa shatib boradi. O'sha sabab smolyar kamaysa nol ko'payadi. Suv ko'payadi, to'g'rimi? Smolyar degan nolning konsentratsiyasi suv. Havo. Erigan moddaning konsentratsiyasi, erigan modda degani nechalik kam bo'lsa, bu eritma suyultirilgan bo'ladi, buning ichida suv ko'p bo'ladi. Suv ko'p bo'lsa alfa yuqori bo'ladi. Demak, biz hozir bir savolda nol qo'shib turibmiz, bu yerda kislota qo'shib turibmiz. Erigan modda boshida 100 dan 2 bo'ladi, keyin 0.16 qo'shib 0.18 etdik. Molni oshirdik. Molni oshirganimizdan keyin smolyar ham oshdi. Smolyar oshgandan keyin alfa kamaydidan 1% bo'ldi. Kamayib 1% bo'ldi. Avval necha foiz edi deb shuni so'rab turibdi. Ya'ni necha foizdan 1% gacha kamayadi deb qo'ydi. Demak, buni topishimiz uchun 0.36 ni smolyar 1 ni avvalgisi x da bo'lsa, shuni kvadratini ko'paytiramiz, 100 dan 4 ni, keyingisi 1 ni kvadratini ko'paytiramiz, u foiz olindi. 9 bo'ldi, 100 dan chiqarsak 3% chiqadi. Tushunarlimi? Keyingi savol o'tamiz. 60-savolchi. Shu yerda H3O+ da ketgan-ku, shunday narsa yuradi-da ximiyada. Masalan, bunda aytiladi. Gidroksionik kationi bormi? Shu kislota eritmalarida hosil bo'ladi, nishat hosil bo'ladi desa, suv bo'ladi o'zi, nada? Eritmada suv bo'ladi. Shu bilan kislotaning dissotsiatsiyadan hosil bo'lgan vodorod yo'llari qo'shiladi-da, H3O+ ni hosil qiladi ekan. Tushunarlimi? 60-savolda shunda suvga qo'shamiz H+ ni, nima chiqadi ekan? H3O+ chiqadi ekan. Shunda bizlar 2.8 mol H3O+ degan gidroksion kation nima tenglab olish kerak shunda? Vodorod yo'llari nima bo'lib deb olishimiz kerak. Tushunarlimi? Birinchi bilan nada qo'ydi, uni kaliy. Ammoniy deb qo'ydi ekan, bo'ldi. Ammoniy ekan bu. Ammoniy bo'lsa, ammoniy bo'lsa 1+, to'g'rimi? Kaliy bo'lsa 1+. Ikkisini mol necha mol? 0.100 dan 5 mol. Keyin alyuminiy necha gram? 0.81 gram. Shundan 27 olsak necha bo'ladi? 0.100 dan 3 bo'ladi, to'g'rimi? Bu ikkisidan necha plus bu? Kationning plusi. 1 plus yaratmoqchi. Pluslarni topsak ikkisini miqdori 100 dan 5 bo'lsa, pluslar necha bo'ladi shunda? 100 dan 5 bo'ladi. Alyuminiydan necha plus bu? 3 plus bu. 100 dan 3 moldan necha bo'ladi shunda? 100 dan 9 bo'ladi, to'g'rimi? Hamma pluslar necha bo'ldi shu yerda? 0.14 bo'ldi, to'g'rimi? Hamda degan demak bundan tashqari degan. S4 miz 2 minusimiz demak 100 dan 3 mol ekan. Ham nitrat bor ekan. Eritmada ionlar bo'ladi-ku, plus bilan minus, ya'ni kation bilan anionlar. Shularning zaryadlari necha bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak. Ya'ni pluslar necha bo'ldi? 0.14 mol bo'ldimi? Mol jihatdan taqqaslaganda minuslar necha bo'lishi kerak shunda? X 0.14 bo'lishi kerak. Demak, bu necha bo'ladi shunda? Buni atlasak
100dan 8 bo'ladimi? Bu qancha bo'ldi shunda? 100dan 8 mol bo'ldi. Demak, nitrat ionning massasini topib olamizda. Nechamiz? 100dan 8 ni 62 ga ko'paytiramiz. 62 ga. Evet, javob bo'ladi. Ko'rdingizmi? Endi qanaqa tekshirib ko'ramizda. Masalan, ammoniy ioni bo'lsa, shu nitrat bilan biriksin desak, kaliy ioni ham nitrat bilan biriksin desak, ikkisini molnicha bo'ladi ammoniy bilan kaliyniki. 100dan 5 madi. Buni 100dan 3 desak, buni 100dan 2 bo'lsa, bu ham 100dan 3 ga 100dan 2 bo'lamoq shunda. Ikkisi 7 nitratni 100dan 5 ga 7. Biza 100dan 8 chiqsa, do'rgalama ekanat turibman endi. Alyumindan chiqadi, alyumindan 100dan 3 ga, to'g'rimi? Sulfatdan chiqadi. Bundan ham 100dan 3 ga. Bu 100dan 3 bilan bu 2 ga 3 qo'yiladi-ku, to'g'rimi? Aslında 3 ga 2 nisbatda ko'p bo'ladi. 3 ga 2 bo'lsa, buni nichasi ketib qoladi ekan? 100dan 2 ketib qoladi ekan. 100dan 2 ga 100 bo'lsa, 2 ga 3 bo'ladi-ku. Alyumindan nichasi qoldi shunda? 100dan 1 qoldi. Nitratdan necha bo'ladi? Bera 1 bera 3 qo'yadim. Shunda 100dan 3 sarfladim. Bunda yana 100dan 5 sarflandi. Bunda 100dan 3 sarflandi. Uni birlashtirib o'tirish shart emasdan, necha ekanligini bilish shart emas. Sizlar quruqdan ulardan necha plus bor ekanligini, bunda alyumindan necha plus bor ekanligini topasizlar, plus zaryadlarni tenglashtirasizlar. Baribir ham plus bilan minus nechik bo'lishi kerak? Eritmada teng bo'lishi kerak. Kation bilan anion zaryadlari yig'indisi teng bo'lishi kerak-da. Shuning uchun ham minuslar ham shuncha 0.4 bo'ladi deb olamizda. Bunda 2 minus bo'lsa 100dan 3 unda 106, bunda 114 dan 106 masak 100dan 8, 100dan 8 da 108 da bo'lasizlar. Shunday. İkisinin yığılması 100dan 5 moldan. 100dan 5 mol ammoniy va kaliy katyonlarida ekan-ku. İkisi ham nada? Masalan qara. Hozir har qaysiında masalan necha dana plus bor, ammoniydan necha dana plus bor? 1 plus bor, to'g'rimi? Kaliydan necha plus bor? 1 plus bor. Endi mana x desak, buni 100dan 5 minus x desak, to'g'rimi? Bunda x bo'ladimi pluslar? Bu ham 100dan 5 minus x bo'ladi. Ikkisini qo'shsam ham 100dan 5 chiqadi-da. Bu ikkisi 100dan 5 bo'lsa, bu 100dan 5 chiqadi. Masalan qara. Metan bilan metanol bor. İkisini moli 0,1 mol. İçinden necha mol uglet bo'ladi shu an? Uglet ikkisidan bir xilmi? Bir necha odot bo'ladi desa 4 dan odot bormi? Doğru shu ikkisidan turib 4 odot bor deb turib 100dan 10 dan birisinde shunda 0,4 bo'ladi deb turib kelsa bo'ladi-da. İkisidan birsida ikki qo'yib kelsa bo'ladi shunday. O'rtasini yozib qo'yibman shuncha. İkisidan birdan bo'lsa shunda yig'indisi 100dan 5 bo'lsa, buni ham yig'indisi 100dan 5 bo'ladi deganda. Tushunarlimi? 62-savol o'tamiz. Metal sulfat tuzi eritmasida sulfat yo'llarining miqdori erigan tuz miqdoridan 0,84 molga ko'p hamda shuncha ionlar bor dedi. Metal 3+ deb qo'yganini ko'rdingizmi? 3+ degani 3 valentli bo'ladi degan. Sulfat esa 2 valentli. Shunday bo'ladi tuz shunda. Metal 3+ chiqadi. Ham sulfat chiqadi. Bu disosiyatsiyaning qolishi ham mumkin-ku. Alfa 80% bo'lsa nechasi qoladi shunda? 0,2 mol, bu x bo'lsa, bu 0,8x disosiyatsiya 0,2x qoladi. Bu necha bo'ladi? 2,4x bo'ladi, to'g'rimi? Bu esa 1,6x bo'ladi. Shundan o'tib ketdi. Sulfat yo'llari miqdori erigan tuz miqdoridan. Qara. Sulfat miqdori hosil bo'lgan erigan tuz bundan. Hammasi eridi. Lekin eritiladi, lekin disosiyalanmaydi-da. Erish va disosiyalanish. Ko'rish narsa, boshqa narsa. Endi
2,4x dan olamiz x ni teng bo'lgan 0,84 ga. Shunda 1,4x teng 0,84 bo'lsa x teng necha bo'ladi? 0,6 bo'ladi. Shunda metal yo'llarini necha ekan? 0,6 ni 1,6 ga ko'paytirsak 0,96 bo'ladi. Mana bizda metal 3+ yo'llari bor. Bu ham 2 ga bo'linadi. Metal 3 kation bo'lsa, shu suv bilan ta'sirlashadidan metal OH 2+ bilan vodorod plyusni hosil qilishi mumkin. Ya bo'lmasa metal OH 3 bilan vodorod plyusdan 3 ni hosil qilishi mumkin-da. Biz hozir emulyativ yozsak ham farqi yo'q. Bizlar hozir u so'ralmagan, lekin ko'pincha emulyativ yozganda chiqadi savolning javobi. Boshqa vaqtlarda ishlatib yozish kerak. To'liq oxirgacha gidroliz bo'ldi. Ba'zi bizda gidrolizning ham o'zining 3 bosqichi bor-da bu yerda. Uchun endi 3+ bo'lgani uchun. Har qaysisida bir OH ni biriktirib qo'yadi. Metal OH 2+, metal OH+, metal OH 2+, keyin esa metal OH 3 0 zaratlisi hosil bo'ladi. Hozir bizlar shunday qisqasi qaranglar. Bu 0,96 mol chiqqanligi aytilgan-da bu yerda. Metal yo'llari shunday bo'lishi kerak, lekin qolgani gidrolizlanishdan qolgani 0,912 mol bo'lgan. Boshda 0,96, keyin 0,912. Shunda gidrolizlangan topsak, gidrolizlangan metal 3+ ni topsak, nechik bo'ladi? 0,96 dan olamiz 0,912 ni. 0,048 bo'ladimi shunda? 0,96 mol boradi o'z metal 3+ yo'llari. Bu 100% bo'lsa 0,048 mol gidrolizlangani bu. Necha foizda topsanglar 5% chiqadi. Gördingizmi? Demak shunda 5% gidrolizlanish darajasi ekan. Qaranglar, boshqa tomondan ko'ramiz. Metal sulfat dissotsiyalangandan nima chiqadi ekan? 2 dona metal plus bilan 3 dona sulfat, to'g'rimi? Necha foiz alfabeda? 80%. Shunda x bilan nechasi dissotsiyalangan? 0,2x dissotsiyalangan. Keyin 0,2x dissotsiyalanmagan, 0,8x dissotsiyalangan. 0,8x dan nechali metal chiqadi? 1,6x. Nechali sulfat chiqadi? 2,4. Shu chiqqan sulfat bilan eritilgan tuzni, suv qo'shilgan tuzni mollarini farqi 0,84 ekan. Shunda 1,4x teng 0,84 bo'lib, x 0,6 chiqdi. Shunda metal necha chiqadi ekan o'zi? 0,96 mol metal chiqadi ekan. 0,96 moldan nechasi gidrolizlanib ketdidan qolgani qoldi. Nechasi qolgan ekan? 0,912 mol qolgan ekan. 0,96 dan 0,912 olsak, 0,048 mol shunda gidrolizlanib ketgan chiqadi ekan. Shu 0,96 hammasi metal. Shunchasi gidrolizlanib 5% ekan shunda bo'lasan. Nodurni ochilish marosimi o'tib turibdi dedi. 63. Metal inoshdan gidroliz dissotsiyatsiyasi nima chiqadi? Metal 2+ bilan 2 ni o'chimiz chiqadi. 200 ml zishiga 1,5 bo'lgan 0,45 foiz yetmasida aniyollar konsentratsiyasi 6 molar bo'ldi-da. Alfabeda nima ekan? Hajmdan turib massa yetmani topsak, hajm yetma o'zi 200 ml yoki 0,2 litr. Massani topsak 200 ni ko'paytiramiz 1,5 necha bo'ladi? 300 namin deb tuzni massasini topish uchun 40% 45% ni topib olamiz. Necha chiqadi? 35 15 12 bo'lsa 135 gram bo'ladimi? 135 gram metal nitratni dissotsiyalanganda bo'ldi. 80% da 6 molar NO3 chiqdi, to'g'rimi? Shunda 100% dan necha bo'ladi? Ko'paytirib bo'lsak 7,5 bo'ladi. Ko'ringlar qani 7,5 bo'lar ekan. 7,5 100% da bo'lgan uchun resos tunasi 0. Yo'q. 3 butun
75 molyar chiqadi shunda boshda. Bundan ham molni topib olsak bo'ladi, metall inoshdan ikkini. Ya moldan kelsak ham bo'ladi ekan o'zi. Zaylik yaxshi 3.75 ni endi ko'paytasan 0.2 litr 0.75 mol bo'ladi shunda. Molya massasini topsak 135 ni bo'lamiz 0.75 ga. Necha bo'ladi? %180. M plus 124 teng 180 bo'lsa, M teng 56 chiqar ekan. Temir bo'ladi ekan shunda. Sal bir nariroq bo'ldi. Qaranglar, boshqatdan deyman. Endi NO3 molni topsak necha bo'ladi? 6 molyar dissotsiyalangandan chiqqan. Shuni ko'paytiramiz nechaga? 0.2 ga 1.2 bo'ladi shunda. 1.2 mol nitrat chiqdi. Necha foiz unumda? 80% chiqdi, to'g'rimi? 80%. 100% dan necha bo'ladi? 1.5 bo'lsa kerak, menimcha. Yana 1.5 mol bo'ldi-ku, to'g'rimi? Bu yoqqa o'tsangiz shundan necha bo'ladi? 1.2 nisbatan ko'paytiram. Ikkisini molyar ham, mol ham. Bu molyardadi bu. Bu molyar. Bu molda, bu ham molda 0.75 mol. Yana endi bu yerdan 0.75 chiqadimi? Bo'lganimizda bundayni. Baribir shunday narsadan ko'paytirib turibmiz-ku. Molyarni 0.2 ga, molyarda chiqdi, keyin ko'paytirdik 0.2 ga. Biz hozir keyin boshda ko'paytirsak ham shuning bo'ladi ekan. Boshda ko'paytirsangiz ham 0.75 mol. Keyin bu yerda 300 gram eritmani ichida 5% tuz bo'lsa, shunda 135 gram bo'ldimi? 135 gramni moldan bo'lsak ham 180 chiqadi ekan. 180 dan shu nitratni olib tashlasak, bo'lsa narsa zaryadi 105 mol ichidan necha plus bo'ladi shunda? 105 bo'ladi. Alyuminiyning ichidan necha bo'ladi? 3 plus bo'lsa, 3 ning ichida 9 bo'ladi. Ikkisini qo'shsak necha bo'ldi? 0.14 mol plus, ya'ni kation zaryadlari bo'ldi. Sulfat bilan nitratdan necha bor? Bunda 2 minus bor, bunda 1 minus bor, to'g'rimi? Ikkisini qo'shsak necha bo'ladi ekan? 0.14 bo'ladi ekan minuslarimiz. Bu 100 dan 6 bo'lsa, 0.14 dan 100 dan 6 olsak, 100 dan 8 qoladi. 100 dan 8 ning ichida 108 mol nima bo'ladi-da shunda? Nitrat. Uni 60 ga ko'paysa ekan 496 gram hajmicha 500 ml, to'g'rimi? Molyar bo'lsa 0.1 molyar. Molni topsak temir uch nitratni. Bizdan shundan 0.5 ni 0.1 ga ko'paytiramiz, to'g'rimi? Necha bo'ladi shunda? 100 dan 5 mol bo'ladi. Shunda temir uch nitrat dissotsiyalansa nima chiqadi? Temir 3 plus bilan 3 nitrat minus chiqadi, to'g'rimi? Keyin temir uch nitratni dissotsiyalanmagan ham qoladi. 0.105 mol bo'lsa bu 0.105 moldan x dissotsiyalansa 105 minus x qolsa. Bundan x bundan 3x chiqadi o'zi, to'g'rimi? Nitratdan. Gidrolizlanish darajasi necha foiz ekan? 10% ekan, to'g'rimi? 10% bo'lsa necha bo'ladi? 0. Yo'q. O'zi temirdan nechalik chiqdi bu yerdan? X chiqdi, shundan 0.1 x gidrolizlanadi, qolgan 0.9 x gidrolizlanmaydi. Suv qo'shsak nima chiqar bundan? Temir OH 2 plus bilan H plus chiqadi. Birinchi bosqichda bo'ladi deganim shu. 0.1x bilan 0.1x chiqardim, shunda bular ion-ku, to'g'rimi, baribir. Shunda qaranglar, bundan nechalik qoldi? Temirdan o'zi nechalik chiqadi? 1x chiqadi. Nechasi qoldi? Dissotsiyalan gidrolizlanmay qolgani 0.9x. Keyin nobayni gidrolizlanishdan hosil bo'lgan temir gidrokso kationi va vodorod kationi yana buni yonida chiqqan NO3 gidrolizlanishda qatnashadi. Nitrat gidrolizlanmaydi, to'g'rimi? Temir uch nitrat qanday tuz? Kuchsiz asos, kuchli kisldan hosil bo'lgan tuz nima bo'yicha gidrolizlanadi? Kation bo'yicha. Shuning uchun kationni olamizdan gidrolizlaymiz. Anion esa qoladi.
Shu ionlarni miqdori necha ekan? Общий 4 ham. Bu qolgan temir, temirning gidrolizlanishdan hosil bo'lgan bu ikkisi va bu yerdagi nitrat 3 necha ekan? 0.164 ekan. Shunda 0.9x plus 0.1x plus 0.1x plus 3x. Mana bu bunda bu ekan. 4 bo'lsa 0.1 1 deb bo'ladi ekan. 1 4 bo'ladi. 4 1 x teng 0.164 bo'lsa, x teng 0.100dan 4 bo'ldi shunda. Bu 100dan 4si nishatdi? Dissosialandi. Necha bo'ladi boshda o'zi? 100dan 5 bo'ladi. Shu 100dan 5 molni nishatasizlar, molyarni 100% deb olasizlar, molni bo'ladi bu. 0.100dan 4 moli dissosialangan. Uncha bo'ldi shunda alfa. 80%. Tushundingizmi? Ham dissosialanish, ham gidrolizlanish aralashgan savollar shunday bo'lsa chiqadi. Alyuminiy 3+ bilan 3NO3- chiqadi, to'g'rimi? Bunda alyuminiy 3+ ham suv bilan reaksiyaga kirishsa bir qismi nima chiqadi? Alyuminiy OH2+ bilan vodorod plus chiqadi, to'g'rimi? Alyuminiy nitratni boshda 1 molda bosak. Yo'q, 1 molda buni qaranglar. Buni chiqqanini 1 molda bo'lar bizga. 3 mol. Sabab bu 1 mol chiqsin, bu x mol bo'lsin boshda. Bilimiz u alfa so'ramaganda bizda biz imbat tarafidan ketamiz. Bu 1 mol bo'lsa, shunda bu 1 mol bo'lsa, 1 moldan x dissosiyalangan bo'lsa yoki buni so'rab bu kerak. X molda kelsak, nechasi qoldi? 1 - x qoldimi? Bundan ham 1 - x, bundan ham x chiqadi, bundan ham x chiqadi shunda, to'g'rimi? Shunda katyonlarni ko'rsak necha bo'ldi? 1 - x plus x, to'g'rimi? Anionlar necha? 3. Shuni nisbati necha ekan? 2,5 marta ko'p anionlar. Shunda 1 - x. Buni qo'shamiz. Biz sarflangan qolgan alyuminiy katyoni hosil bo'lgan bu katyon va bu. Ha, to'g'ri. Ha. Qisqarib ketadi. Shunda 1 + x taqsim 3 teng 1 taqsim 2,5. Shunda 2,5 plus 2,5 x teng 3 bo'lsa, 2,5 x teng 0.5 bo'lib, x teng 0.2 bo'ldi. To'g'rimi? X teng necha ekan shunda 0.2 ekan. O'zi necha mol alyuminiy boradi? 1 mol boradi. Nechasi gidrolizlanib ketdi? 0.2 mol. Shunda 0.2 ni 1 bo'lib 100 ga ko'paytiramiz. Necha chiqadi? Dissosialanish teng 1 ko'paytgan 10⁻5 ekan. Molyar teng 0,1 molyarli. Vodorod ionlarini OH ionlarining nisbatini topishimiz kerak ekan, to'g'rimi? O'zi dissosialanish teng alfa kvadrat ko'paytgan samadi. Shunda alfani topib olamiz da bu yerda. Dissosialanish bo'lamiz S ga. O'g'on 1 ko'paytgan 10⁻5 ni bo'lamiz 0.1 ga. 1 ko'paytgan 10⁻6 bo'ladi, -4 bo'ladi. 10 ga ko'paytirgan bo'lib ketamiz, to'g'rimi? -4 bo'ladi shunda. Alfani topganda 10⁻4 ni ildizdan chiqaramiz. 10⁻2 chiqib 0.100 dan 1 chiqadi. Bu degani 1% bo'ladi shunda. Alfani qiymati 0.1 molyari bu 100% bo'lsa, 1% necha bo'ladi shunda? 1000dan 1 molyar bo'ladimi? Kistani hx deb yozsak, h+ bilan x minus chiqsa, bundan 100dan 1 moli, 1000dan 1 moli dissosiyalanib, 1000dan 1 mol vodorod ionlari chiqadi.
vodorod yo'llaridan turib pH vodorod yo'llaridan turib degani soni degan, to'g'ri? Mol deb qarasizlar bo'ladi. Vodorod yo'llari shunda 10⁻³ ta bo'lsak bo'ladi-da. OH yo'llari necha bo'ladi? Moli. Bunday formula bo'lmadi. Vodorod yo'llari ko'paytirilgan OH yo'llari teng necha bo'ladi? 10⁻14 bo'ladi, to'g'ri? Shunda OH yo'llarini topsak nechtamiz? 14 ni bo'lamiz 10⁻³ ga. 10⁻11 bo'ladimi? 10⁻11 bo'ladi ekan shunda. Bu yerda vodorod yo'llari degan-ku, vodorod yo'llari 10⁻³ bo'lsa, balki 10⁻11 bo'lsa, shuni bo'lamiz, 10⁻8 chiqadi. Shunda endi 10⁻³ dan olamiz -11 ni. Shunda 10⁻8 chiqadi-da bundan. 11 dan qo'shib bo'lib ketadi. 11 dan 3 olamiz, 8 chiqadi. Da javob shunda. Tushunarlimi? Qarang, boshqadan tushuntirib beraman. Dissosianish konstantasi necha ekan? 1 ko'paytgan 10⁻5 ekan. Molyar necha? 0,1 molyar. Bu Oswaldning suyultirish qonuniga ko'ra ishimiz. K dissosianish teng alfa kvadrat ko'paytgan s formula bilan. Alfa kvadrat teng bo'lishida K dissosianish taqsim s. Bundan 10⁻5 ni 0,1 bo'lsangizda 10⁻4 chiqadi. 10⁻4 da ildiz chiqarsak alfa chiqadi. 10⁻2 chiqadi, u ham 100 dan 1 bo'ladi. 100 dan 1 degan 1% degan. 0,1 molyar edi boshda, shu kislanchasi dissosiyalangan. Bu 100% bo'lsa 1% 1000 dan 1 bo'ladi. 1000 dan 1 molyardan 1000 dan 1 molyar vodorod chiqadi. Shu vodorod yo'llarining konsentratsiyasi shunchada bo'ldi. OH nikini topganda bo'lamiz. 10⁻14 chiqishaydi ko'paytmasi. Sababi bu yerda 25 gradus Selsiy deb berdi-ku. 25 gradus Selsiyda suvning ion ko'paytmasi, shu ikkisini ko'paytmasi hamma 10⁻14 bo'ladi. Shunda 10⁻11 bo'lib berib, buni bunga bo'lasizlar 10⁻8 chiqadi. Hajmi necha bo'lgan ekan? 500 ml 0,1 molyar bor. Necha bo'ldi shunda? 100 dan 5 mol. 100 dan 5 moldan nechasi dissosiyalandi? X dissosiyalandi, X mol temir, 3x nitrat chiqdi. X mol temirdan ham 10% gidrolizlanish bo'lsa 0,1x gidrolizlandi, 0,9x qoldi. 0,1x dan 0,1x va 0,1x chiqqan bo'lsa 0,9x, 0,1x, 0,1x va 3x ionlarning shu 4sini 1, 2, 3, 4 bu hisoblanmaydi. Keyin bu hisoblanmaydi. Buni bu yoqqa o'tirib turibmiz. Mana esa bu yoqqa o'tirib turibmiz. Shuningizdan hosil bo'lgan ishimiz. 4si shuncha ekan, 0,64. Ya'ni hammasini qo'shtirsak shundan 4/1x bo'ldi. X 100 dan 4 bo'ldi. 100 dan 5sidan 100 dan 4si dissosiyalangan. Shunda 80% bo'ldi. Alyumin nitratdan ma'lum birisi 1 moli dissosiyalanda bo'lsangiz, buni belgilab oldik. 1 mol bilan 3 mol nitrat chiqdi. Shu 1 mol alyumin endi gidrolizlanib ketadidan, bir qismi X gidrolizlanib, X bo'lgan X chiqadi. 1 - X qoladi. Shu 1 - X ga X ni qo'shamiz va X ni qo'shamiz yana. Bu uchini qo'shamiz, bu kationlar bo'ladi shunda. Bu kation plus bu kation, bu kation. Keyin nitrat anion 3 mol. Shuning nisbati kation anionlar ko'p, kationlardan 2,5 marta. Shunda 1 taqsim 2,5. Bizlar kationni boshda, keyin anionni yozdik. Shunda 3 teng yoki 1 plus X teng 1 plus X taqsim 3 teng, shunda 1 taqsim 2,5 bo'ladi. 2,5 ni 1 plus X ga ko'paytsangiz, 2,5 plus 2,5 X teng 3 bo'lib, 2,5 X 0,5 bo'ladidan X 0,2 chiqadi. 0,2 ni 1 bo'lsangizdan 100 ga ko'paytsangiz 20% chiqadi shunda. Tushunarlimi? Keyingi savolda 66-savol. K dissosiyalanish 1 ko'paytgan 10⁻5. Molyar esa 0,1 molyar. Shundan turib K dissosiyalanish topsa, alfa kvadrat ko'paytgan s bo'ladi. Bu ham alfa kvadrat teng K dissosiyalanish ko'paytgan s bo'lib, 1 ko'paytgan 10⁻5 ni 0,1 bo'lsak, 1 ko'paytgan 10⁻4 chiqadi. Bundan ham alfani topsak, 10⁻2 bo'lib, 0,100 dan 1 bo'ladi. Yoki 1%. 0,1 ni 100% da bo'lsak, 1% shuni dissosiyalangan. Demak, 1000 dan 1 mol vodorod ioni chiqadi. Buni pastga yozib qo'yganmiz, qolgani qoladi-da buni. 0,1000 dan 9 mol qoladi, общий 99 shunday qoladidan 0,1 bo'ladi shunday yig'imiz. Ana keyin vodorod yo'llari shunday bo'lsa, bu 10⁻3 degani. OH yo'llari esa shunda 10⁻11 bo'ladi ekan. Vodorodni OH bo'lsak, shuni so'rab qo'ydim. Vodorodni OH nisbati 10⁻8 chiqadi. Bu degani 100 million marta ko'p degani vodorod yo'llari OH ga qaraganda. Keyingi savol.
67-savol o'tamiz. Dastlabki eritmani hajmi necha bo'lgan? 400 ml yoki 0.4 litr. Mol yarib 0.2 mol yarib. Ikkisini ko'paytirsak moli sulfat kislotani mol chiqadi endi bu yerdan. Sulfat kislotaga qo'shamiz kaliy OH. Kaliy sulfat bilan suv chiqsa, bir de sulfat kislota ortib qolganda o'zi kaliy gidrosulfatda bo'lish mumkin edi-da buni. Shunda yozmagan-da bu narsani. Lekin sulfat kislota ortiqcha-ku, kaliy gidrosulfatda eshak ko'rsak chiqam ekan yo'qmi? Shuni bir sanab ko'ra hozir. Bir nisbatda kaliy gidrosulfat desak, bu o'rta tuz chiqmadi-da. Buni o'zi ham disso sanalishi mumkin-da keyin. Yaxshi biz shuni kaliy sulfatda ishlaymiz hozir, boshqa narsa yo'q. Data bosib bo'lmaydi. Bu yoqqa izi qillash ketadi-da uni hozir. Shunda umumiy 100 dan 8 mol bo'lsa, bu x bilan x sarflansa 0.100 dan 8 minus x qoladi bundan. Bundan 2 dan 14 yon chiqsa 0.16 minus 2x. 14 yonning miqdori. Bu h teng 2 bo'lsa 14 yonlar konsentratsiyasi necha bo'ladi ekan? 10 üstü minus 2 bo'lib 100 dan 1 mol yarib bo'ladi, to'g'rimi? Shu 100 dan 1 nega teng mol yarib 0.16 minus 2x. 14 yonlar miqdorini umumiy hajmdan necha bo'ldi qo'shganda? 400-600 ni qo'shsak 1000 ml bo'ldimi? Bu ham necha bo'ldi? 1 litr bo'ldi, to'g'rimi? Shunda 1 ga bo'lganmiz. Shunda 0.16 minus 2x teng 0.1. 100 dan 1. X topsak 0.16 dan olamiz 100 dan 1 ni. Shunda 2x teng 0.15 bo'lib 0.75 chiqadi. 2x ham shundan necha bo'ladi ekan? 0.15 bo'ladi, to'g'rimi? Shuni mol yarmini topsak kaliy OH-ni 0.15 molni bo'lasizlar hajm eritmaga. Buni eritmasining hajmi 0.6 litr bo'lgan. Teng hajmdagi natriy OH eritmasi suv bilan aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning pH qiymati 11 ga teng bo'ldi. Natriy OH eritmasida qo'ydik, to'g'ri? Natriy plus bilan nima chiqadi? OH minus chiqadi. Dastlabki eritmasini natriy OH-ni 1 litrda bosangizlar, qo'shilgan suv necha bo'ladi shunda? 1 litr bo'ladigan umumiy eritma necha bo'ladi? pH qiymati necha bo'ldi? Bu OH necha bo'ldi shunda? 3 bo'ldi, to'g'rimi? OH yo'llar konsentratsiyasi necha bo'ldi? 10 üstü minus 3 bo'lib 1000 dan 1 chiqadi. Bundan OH yo'llarning miqdorini topsak 1000 dan 2 mol bo'ladi, to'g'rimi? Mindan 2 ni 1 ga bo'lasizlar-da. 1000 dan 2 mol yarib bo'ladi. Endi bu pH qiymati 11 degan nima ekan shunda? 3 qori muhit, to'g'rimi? Bu OH yo'llari necha bo'lar ekan? 3 bo'lar ekan. 3 degan necha mol yar degan OH yo'llari? 1000 dan 1. 1000 dan 1 bo'lsa OH, natriy OH ham shundan 1000 dan 1 bo'ladi-ku. Natriy OH-dan chiqadi 1 OH shunday bo'lsa. 1000 dan 1 bo'lib qoldi. Qachon 1000 dan 1 bo'ldi u keyin? Bo'lsa bu ham 1000 dan 1 bo'lib qoldi keyingisi. Sababi suv qo'shgandan keyin shunday bo'lib qoldi. 1 litr suv qo'shgandan keyin. Boshda 1 litr eritmada turadi, keyin 2 litr eritmada bo'lib qoldi. Shunda 2 litr eritma hajm ko'payganda mol yarmi sharti kamayadi. Kamayib turib 1000 dan 1 bo'ldi. Avval nechadan turibdi? 1 litr vaqtida. 1000 dan 2 bo'lganda shunda. Tushundingiz ham? Nima chiqadi? Kaliy brom bilan suv chiqadi shunda, to'g'rimi? Olingan eritmada bromet ionning konsentratsiyasi necha bo'lgan? pH necha bo'lgan? 2 bo'lgan. To'g'ri, vodorod yo'llar konsentratsiyasi necha bo'ldi shunda? 10 üstü minus 2 bo'lib 100 dan 1 mol yarib bo'ldi. Qaysi biri ko'p? Brommi yoki vodorod yo'llarimi? Brom ko'p, ha? Brom ko'p.
Sababi brom no'dan ham chiqadi. Kaliy bramiddan ham chiqadi. Masalan, bu X bo'lsa, bu ham X, bu ham X bo'ldi. Bu Y ortib qolgan bo'lsa, H bromdan ham ortib qolgandan chiqadi. O 4 plus bilan brom minus. Yana kaliy bramiddan ham chiqadi. Kaliy plus bilan brom minus, to'g'rimi? Bu X'in Y ortib qoldi-ku buni, to'g'rimi? Y ortib qoldi, bu X hosil bo'ldi. Bundan Y bo'lsa, bundan X bo'ldi. Bizga hozir nima kerak? Brom 0.015 ekan, basanchaga 0.100dan 1 ekan. Bu ham nechta bo'ladi shunda? Bu 400dan 1 bo'lsa, brom ham shunda yonida chiqqan 100dan 1 bilan, bu yonida chiqmagan necha bo'ladi shunda? 1000dan 5 bo'ladi, to'g'rimi? Massa kaliy plyusni toping dedi. Kaliy plyusdan molyar konsentratsiyasi bu, to'g'rimi? Molyar kaliy plyusimiz shunday chiqdi. Hajmi qancha ekan? 0.4 litr bo'ldimi shunda? X'ini ko'paysak nima gap chiqadi? Mol gap chiqadi kaliy plyusni. Mindan 2 mol bo'ladi shunda. Massasini topamiz kaliy plyusni. Min 78 gram bo'ladi shunda. Yoki necha milligram bo'ladi shunda bu? 78 milligram bo'ladi.